Ameliyatda Savsav'ның degan ajoyib to'g'ri demishadi. Yana Xijin buni unutmaydi. Shu changshi, yani 10 ag'vatninki Xijinni qasdlab o'ldirish. Yaxshi mislar do'stlar, bugun bizdan mushu mazmun to'g'ri so'zlashamiz. Endi Dongjo Xijinninki mush ma'lumotni olgandan keyin butun xalq olamga davransab, mush 10 ag'vatni yo'qotish. Mush o'dninki mush kushandisini, o'dninki shu gunohkorlarni yo'qotish uchun o'da otlandi. Shuning bilan bu xabar quloqdan quloqqa yiqib, oxiri o'ddig'im yetib keldi. 10 ag'vatning qulog'iga yetdi. Shuning bilan bular sarosimiga tushib ketdi-da. Nimishqa? Chunki xalq bularni o'ttagil deyotdi. 15 kundala u yerdan kep bo'ldi otliq. Bularning umri uzun qolmadi degan gap. Bu 20 tuman kichik qo'shin kep qolsa, demak bular hamon tugab ketadi ish. Shuning bilan bular nima o'ylaydi desam, vaqtida Xijinni bir taraf qo'ydilar. Buni bir taraf qo'ymasak, bizning beshimizga balo bo'ladi. Buni boshida bir taraf qo'ygandan keyin biz huquqni avasa, ondan podshoni qaytadan yorliq tushirib, Dongjoni kayni yondirib o'talaymiz deb plan tuzdi bular. Bular plan tuzib, u yon o'ylab, bu yon o'ylab, albatta Xijinninki bevosita uyiga berib, buni bir taraf qilolmaydi. Chunki buningki nurg'un lashkarlari bor. Shuning bilan bular bir plan tuzdi. Plan tuzib shu xonishninki yiniga kirdi, kirib, ya'ni yig'lab, ag'vat o'g'andan keyin bak yig'laydi bular. Yig'lab, kechirim so'raydi xonishdan. Biz xatoligimizni tundik, bizni hargiz o'ltirmagan bo'lsa, bizni bir qo'yib etgan bo'lsa degandan keyin, sizlar mendan so'ramay, mush Xijin, mening shu akamdan so'ramamsizlar buni shunda o'tinsanglar olmamdi degandan keyin, buldo biz o'tinilar, siz bayada biz shu Xijin nimadan sanğundan o'tinib bizningki shu bir jinimizni qutuldirib qolgan bo'lsangiz degandan keyin buldo men sizlar tarafda turay, men sizlar uchun bir gap qilib qo'yay. Unda bo'lsa, ati shu akamning uyiga borili degandan keyin ag'vatlar bu yerda unutmaydi. Nimishqa desa, u yerga borgandan keyin Xijin agar kechirmay qolib qolsa, ularning uyida yoki o'rnining sirtida Xijinning dini hisobda qanday qilamiz qilib. O'rnining ichida 10 ag'vatning kuchi bo'lgan bilan o'rnining sirtida Xijinning kuchi yomanda. Undan bular unutmaydi. Sirtga chiqsak yoki Xijinning uyiga borsak, biz omon qolmasligimiz mumkin. Bo'lsa, siz taklif qilgan bo'lsangiz, misha kirgan bo'lsa, o'rniga kirgan bo'lsa, biz sizning oldingizda kechirim so'rab olgan bo'lsak, anandan keyin bizni kechirib o'tib qolsa, biz shunda yaxshi o'tib ketsak degandan keyin xonish buni qo'shildi. Dut qildi-da mishadi. Shuning bilan aksiga yorliq abatib, o'rniga kirish to'g'riliq yorliq tushirdi. Shuning bilan Xijin bu yerda yana shu Savsav, Yuanshav deganlar bilan kengashib o'tganda tamoq yegash. Ondan bu uchurni bularga yetkazgandan keyin birinchi bo'lib Savsav qarshi chiqdi buning. Hargiz kirishga bo'lmaydi. O'rnining ichiga kirishga bo'lmaydi. Bu nimish kirimiz u yerga. Hozir biz Dongjoni chaqirib kelib, ularni o'ltirimiz deyotsak, ular kechirim so'raymiz deyotdi. O'rnining ichida kechirim so'raymiz deyotdi. So'raydigan ish bo'lsa, sirtga chiqsin. Sirtga uchrashib, so'rasin. Degandan keyin shuning bilan Savsav shunda taklif berdi. Bu Xijin o'ylab qo'yib, yana to'g'ri ko'ymaydi. Ameliyatda Savsavning degan ajoyib to'g'ri demishadi. Yana Xijin buni unutmaydi. Bu yerda mening singlim, ya'ni xonish meni chaqirayotgan tursa. Bu yerda nimasi bo'ladi? Bu mening o'zimning singlisi meni qaslamdi, meni qo'g'dimamdi. Men bariverman, hech qanday ish yo'q deb shuning bilan bu Savsavning gapiga kirmay, o'rniga qarab mangdi. Shuning bilan Savsav bilan Yuanshav buni qo'g'dab mangdi. Shu vaqtda Savsav bilan Yuanshav buningki yordamchi sifatida manganda. Ondan o'rnining eshik oldiga kelgan vaqtda o'rdak ag'vat yorliq va xonishdan faqat Xijin o'zi kirsin. Qolgan lashkarlar, Savsav, Yuanshavlar yeshib qaysi kirmisin deb turib oldi. Amaliyotda buni xonish tushirgan yorliq emas. Buni 10 ag'vat to'qib chiqqan yorliqda. Shuning bilan Xijin bahramonlar yana kirib ketib qoldi. O'rnining ichiga kirib ketgandan keyin o'zi yolg'iz kirdi.
Savsa Yuanshawlar, boshqa lashkarlar o'rnidan sirtida qoladi. Ishni bir taqaydi. Xijinni xonish bilan ko'rishtirmay turiblar. 10 ag'vat bu Xijinni qaslab o'ltirib o'tdi. Shuning bilan bu Xijinning hayoti oxirlashdi. Demak, Xijin amaliyotda shu Xan sulolasining mushada qutqizilish ehtimolligi bor deyishga bo'ladigan kishilarning birisidir. Ammo bu nihoyat yaxshi fursatlarni qo'ldan berib o'tib, Xan sulolasininki vayron bo'lishiga yana bir tal pesh taqsab qo'ydi. Unda bo'lsa, bugungi mazmunimizni shunchalik so'zlab turlar. Do'stlar, mazmun yaragan bo'lsa, yuraklaringlarni aymay berib qo'yinglar, inkaslarni yezib qo'yinglar. Keyingi qismliq filmimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda, shu Savsa Yuanshawlarninki o'rda bostirib kirib, 10 ag'vatni yo'qotish to'g'riliq so'zlaymiz.